Biza bemorimizga qaytib operatsiya qilib beryapmiz bugun. Bir yil oldin abdominoplastika qilgandik, bugun повторный liposuksiya qilyapmiz. Nima uchun? Har doim aytamiz, abdominoplastika amaliyotida imeti muhim ves, ya'ni ozgina ozib kelinglar deb ko'p bemorlarga aytamiz, chunki katta ves bo'ladigan bo'lsa, bittada chiroyli rezultat olishning imkoniyati yo'q. Mana bemorimizning holatlarida dog' holatlarini ko'rsangizlar, ozgina ortiq yog'larimiz bor edi va qorinning oldingi devorida to'riqdan keyin qolgan ortiqcha teri va diastazimiz ochiq edi. Biza birinchi etapda to'liq liposuksiya qildik, hamma yog'larimizni oldik va faqat qorinning oldingi devoridagi ortiqcha terilarni olib diastazni tikib chiroyli, ya'ni qorin qilib berishga harakat qildik, lekin to'liq yog'larni olishning imkoniyati bo'lmadi, chunki tananing umumiy massasini 6% yog'ini ola olamiz bir martada. Agar undan ko'p yog' olsak nima bo'lardi? Tanada umumiy, ya'ni suv, tuz balansi, qon miqdori, gormonal o'zgarishlarning hisobiga bemorimiz o'zlarini yomon his qilib, mazalari qochib qolishi mumkin edi. Shuning uchun hozir biz ikkinchi etap operatsiya